Sababi bundan anchagina pullar ham chiqarib olganman va bunday raqamlarda ishlab ko'rganman. Xo'p, bo'lmasam bugun ham pul chiqarib ko'ramiz. Openni bosib kirib olamiz botni. Va mana biz botimizga kirib oldik. Bu yerda qanday pul ishlaymiz? Bu yerda pul ishlash oson, zarab o'tib. Mana birinchi bo'limi turibdi o'zi, ya'ni pul ishlash bo'limi haqida turibdi o'zi. Birinchidan bu yerda har kuni kirib, mana bu yerda 2,5 ming tanga olishingiz mumkin va har bir kunda bir marta do'st chaqirish orqali 10 mingta mana shunday tangalarni olishingiz mumkin. Именно mana shu tangalarni biz pul qilib chiqarib olamiz. Va bu yerda mana ikkita yana pul ishlash bo'limi bor. Birinchisi вращение, ya'ni kalsa aylantirish orqali biz har xil yutuqlarni yutib olishimiz mumkin, ya'ni tanga yutuqlarni yutib olishimiz mumkin. Va yana boshqa usullar bilan pul ishlasak bo'laveradi. Mana shunday qilib masalan pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi esa mining qilish, ya'ni mining qilish orqali ham pul ishlashingiz bo'ladi. Mana har 6 soatda mining qilarkan. Mana mening xosiyati 91 ta box mining qilibdi, 600 ta ekan. Xo'p, 6 soatdan keyin men kirib olishim mumkin bo'ladi, ya'ni shu pullarni. Va tasvir olib siz mana shunday har xil zadaniyalar bor, ya'ni vazifalar. Masalan, fast miner degan bitta botni ochishimiz kerak ekan. Mana bo'lib bosamiz, orqaga qaytamiz. Va ikkinchisini bosamiz. KK miner X bosamiz. Va ozgina kutamiz. Mana sпрос chiqdi. Aslida bitta bosamiz, mana 5000 tanga o'zi bizni balansimizga qo'shildi. Va buni ham bitta bosamiz. Qanday bot yuboradi? Mana shunday bosamiz. Sberosni bosamiz. Mana shunday qilib pullar ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasa men hozir hamma zadaniyalarni bajarib olaman. Hozir bitta olibdi. Mana shunday qilib olamiz va bo'ldi. Boshqa hech bola qilishi shart emas. Mana oxirgi zadaniyani bajarilyapti. Va biz hozir barcha salsalar bajarib bo'ldik bu yerdagilar. Mana bu yerda esa pismolar ozgina qiyinroq, ko'pchilikga qiyinchilik tug'diradi va buni ishlashni maslahat bermayman. Mana shularni ishlashingiz mumkin va quest bo'limida siz har xil vazifalar bajarib, masalan 100 ta vazifa bajarsangiz mana 250 ming tanga berarkan. 1000 ta bajarsangiz 2,5 ming tanga berarkan. 2,5 million. Xuddi mana shunday qilib pul ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda 1000 ta miner qilsangiz 25 ming tanga berarkan. Mana shunaqa questlar ham bor. Va do'stlaringizni chaqirish orqali ham bu yerdan pul ishlashingiz bo'laveradi. Va oxirgi esa endi pul chiqarish bo'limi. Bu yerda kurs qanaqa? Kurs bu yerda 1 millionta mana bu tangamiz 0,10 ton bo'lar ekan. Hop, meni hisobimda 9,787 mingta bor va bu imini deyarli почти 1 ton bo'lar ekan. Vistni bosamiz. Undan oldin esa siz kashrov yuzlab qo'ygan bo'lishingiz kerak. Keyin esa vistni bossangiz minimal sizda birinchi 0,1 ton bo'ladi, ya'ni 0,10 ton. Keyinchalik esa siz o'sha 0,2 tondan chiqarib borishingiz mumkin bo'ladi. Hozir men pul chiqarishga qo'yib qo'ydim va pul chiqqandan keyin men обязательно buni Telegram kanaliga tashlab o'taman. Bo'lmasa ikkinchi botimizga kirib olamiz. Mana biz ikkinchi botimiz minerdan olinadi. Bu botni Telegram kanaliga ancha oldin tashlab qo'yganman va bu yerda mining qilish orqali pul ishlaymiz. Telegram kanaliga obuna bo'lganlar ancha oldin buni bot haqida xabar topishgan va ancha oldin ishlashdi. Bu yerda qanday ishlaymiz? 12 soatda kirib mining bo'lgan pullarni, ya'ni narsalar olish orqali pul ishlaymiz. Hozir mening balansimda mana 5308 ta mana shunday narsa mining qilibdi. Buni FT nega o'tkazib olishimiz kerak. Именно mana shu FT'ni biz keyinchalik pul qilib chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, o'rtada knopkani bosamiz. Va mana ko'ryapsizlar, 100 ta hashi bizda bir FT'ni bo'lar ekan. Adminni bosamiz. Ha, bo'ldi. Mana bizning balansimiz 108 ta FT'ga yetdi. Endi bu FT'larni chiqarib ko'ramiz. Undan oldin mощности bor, ya'ni bu yerda donat qilishingiz mumkin. $3 donat qilasiz ekan va siz kuniga 576 ta hashtagdan ishlab olishingiz mumkin bo'lar ekan. Va bu yerda o'zingiz kiritishingiz mumkin. Masalan, $10 donat qiladigan bo'lsangiz, siz kuniga 2000 deyarli 2000 ta hashtagdan ishlab olishingiz mumkin bo'lar ekan. Mana bu yerda yozib qo'ygan. Xuddi mana shunday qilib pul ishlashingiz mumkin va do'stlaringiz taklif qilish orqali ham pul ishlashingiz mumkin. Mana bu yerda zadaniyalar bo'limida har bir do'st taklif qilganlaringiz uchun ham qanchadir miqdorda mana bu pullarni olasiz. Mana endi 53 ming ta GPU ekan. Bu meni tezligim, ya'ni miner qilish tezligim bo'ladi. Kimda qancha ko'p bo'lsa shuncha tez miner qiladi. Bo'lmasa endi pul chiqarib ko'ramiz. Vivitni bosamiz. Birinchi o'rinda mana Connect on Wallet bosamiz. Open on Wallet. Va biz kashrogimizni ulab olishimiz kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Подключить kodini beramiz. Ha, bo'ldi.
Mana biz qashog'imizni uladik. Endi esa mana 107 ta tangamiz bizani 0,28 ton bo'lar ekan. Minimal pul chiqarish 27 ta FTM ekan. Va komissiya net yozib turibdi 16 FTM bo'lar ekan. Okey, подтвердить bosamiz. Bu yerda nima deyapti? Bu yerda hop biz pul chiqarishimiz uchun pul kiritishimiz kerak ekan deyapti. 3 dollar pul kiritishimiz kerak ekan deyapti. Hop, bu albatta mana ko'ryapsiz 94 0,94 ton bo'lar ekan. Hozircha menga kerak emas. Qachonki qanchagina pul yig'ilib bo'lsa, ya'ni mana bu balansimda, ya'ni 1-2 ton yig'ilib bo'lsa, keyinchalik men tanat qilib bu Revit'ni ochib, keyin esa pul chiqarib men Telegram kanaliga tashlab qo'yishim mumkin. Xatishliklar Telegram kanalida bo'ladi. Bugungi video shundan iborat. Hammaga rahmat. Lekin videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsa, berilgan like bosib qo'yinglar. Hammasizlar Telegram kanalida, klassifikatsiyada kommentariyada bo'ladi. Hammaga rahmat. Sizlar bilan internet kanalida bo'ldim. Hammaga sog' bo'ling, salomat bo'ling.